Kim eng aqlliq? Burunqi zamonda bir podshohning 3 o'g'li bor ekan. Podshoh qaysi o'g'lining eng aqlliq ekanligini bilolmaydi ekan. Bir kuni podshoh 3 o'g'liga azroqdan pul berib, narsa sotib olib kelishga buyuribdi. Podshoh: "Sizlar sotib olgan narsa bir uyga liq kelish kerak", debdi. 3 o'g'il narsa sotib ololmayapti. Cho'ng o'g'il bu azroq pulga bir harva shalpaqli sotib olib ketdi. Biroq bir harva pahal bir uyga liq kelmabdi. Ikkinchi o'g'ilmi azroqli pul xashlab cho'ng bir tag'a qum sotib olibdi. Biroq cho'ng tag'adagi qummi bir uyga liq kelmabdi. Kenji o'g'il bu azroq pulga bir tal sham sotib olibdi. Ikki aksi uni masxir qilib: "Hey, sen bak o'tgansan. Biz shunchalik narsalarni sotib olibmi, bir uyni toshqiza olmasak, sening bu kichikkina shamni sotib olganing nimasi?" debdi. Kenji o'g'il shamga o't yaqqan ekan, uyning ichi nurg'utilib, birdilla yo'p-yo'riq bo'lib ketibdi. Podshoh qoyil bo'lguncha Kenji o'g'ilni eng aqlli deb maqtabdi. Askardish: podshohning Kenji o'g'li nima uchun eng aqlli? Bu bir ijodchanlik iqtidorini mashq qildiradigan, zehnini ochishga foydali cho'chak. Cho'chakni so'zlab bo'lgandan keyin baldan buni savollarni so'rab baqsangiz bo'ladi. Birinchi, Kenji o'g'il shamni yaqqandan keyin uyning ichi nimaga to'ldi? Ikkinchi, shamni yoqib qo'ysak, sham nur chiqargandan sirt yana nima chiqardi? Javob: issiqlik.